Assalomu alaykum mana go'zal klientlarim. Bugun sizlarga kechki ovqatni tushuntirib beraman. Kechki ovqatlarga nima kiradi? Birinchi men ishlatadigan narsam bu enzimka. Ikkinchisi penka. Babo krem, kislorodniy, buni klientlar yaxshi biladi. И toner. Lekin endi qisqacha qancha miqdorda olib ishlatishni tushuntirib o'taman qizlar mana. Mana shu bizning bitta yuzimizga yetadi. Nima qilamiz? Buni qo'limizga kaftiga olib, suvlab, yaxshilab, ko'pik qilib, yuzimizni yaxshilab avaylama yuvamiz buyumlar bilan. Qanaqasiga deydi, cho'ponchasiga yaxshilab yuvib tashlaymiz. Keyin penkamizni ozgina miqdorda olamiz. Mana shu bitta yuzga yetadi sizlarga. No'xatdagina ko'rsatdim hozir. O'shani olib yaxshilab buni yuzlarni yuvib tashlaysiz, chunki bu umumvalka. Buni ham yaxshilab yuvib, qog'oz salfetkaga yuzlaringizni quritib olasizlar. Olgandan keyin mana bizning kislorodniy maskamiz. Buni ham no'xatday 4 ta nuqtaga qo'yib, yuzimizga surtgandan keyin ko'piradi. Buni kutamiz. 5 minut, 7 minut yuzga qarab, yuz holatiga qarab o'zi sur bo'ladi. Yaxshilab yedirib ishqalaymiz. Yuvib tashab, qog'oz salfetkaga artib tashlaymiz. Yuzni quritib olgandan keyin toner bilan artib olamiz. Endi eng oxirgi